yo'lda ketayotganimizda havasga kirib qoldik birinchi marta. Umuman chunki atrofimda havas yo'q, Maksim Gorkida ekan. И men qaranglar, bularda hammasi o'zi sariq tsvetda bo'lar ekan, mana bunaqa skidkada bo'ladi, lekin hammasi shunaqa. Nejniyni har doim men yogurtini ko'rganman, lekin pudingini ko'rmaganman. Bunda puding chiqarish. Qaranglar. Mana shuni yeb ko'ramiz uyda. Hammaga yana bir marta salom. Boya sizlar bilan birga magazinda olgan nejniy pudingni, nejniy pudingni karamellisini yeb ko'raman. Yeb ko'rdim ham, ochdim ikkinchisini. Mana sizlar bilan hozir yana bir marta yeb ko'ramiz. Mana bunaqa rangda, bejeviy, och, xuddi varyonoy sgushyonkani manniy krupa bilan aralashtirganini mazasi keldi, to'g'risini aytsam. Shunaqa, kim agar karamellini yaxshi ko'rsa yeyish mumkin, lekin men faqatgina mana shu nejniyni yogurt bo'lgani uchun, lekin pudingi ham chiqibdi deb qiziq qaramdan yeb ko'rdim, lekin men karamelda hech nimani unaqa sevib iste'mol qila olmayman, to'g'risini aytganda. Ovqatlarni yomon ko'rdim deb bo'lmaydi, o'shaning uchun meni tabimga ko'ra emas karamelni, xullas. Xullas, kim agar pudinglarni yaxshi ko'rsa, o'zi umuman karamelli narsani yaxshi ko'rsa, shirinliklarni bemalol olib yeb ko'rishi mumkin. Chunki mazasi приторный emas, слишком shirin emas. Xuddi aytganimdek, manniy kasha bilan varyonoy sgushyonkani birga aralashtirib krem qilasiz-ku, kremga o'xshagan maza. Shunaqa. Agar kimga yoqsa, bemalol karamelli narsalarni olib iste'mol qilishingiz mumkin. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha, обязательно komment, repost, mashaqalar bo'lsa xursand bo'laman. Bye bye.